Assalomu alaykum hammaga, ustakalar yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Bugun mana yangi priborimiz keldi. Mana bu katyonlarimizni teplarmenliklarini, qozonlarini yuvishga, sistemalarimizni ham yuvishga mo'ljallangan apparatimiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, mana o'zimizni Bunyodjon ukamizni taniysizlar. Bunyodjonga murojaat qilaverasizlar. Mana sistemalaringa mana bunaqa joylariga ikkita kran qo'yib, o'chirib turib, mana bu yerdan ikkita kran orqali ulab sistemalarini ham yuvib beramiz. Mana katyonlarda qozonlarida, nakiblarni ham yuvishni hozir yuvishni boshlaganmiz, yuvyapmiz. Xudo xolasa, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, mana Bunyodjonga murojaat qilaveringlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, mana shu yerda.